Uyda bor masalliqlardan oson va mazali bo'lgan shirinlik tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun tuxum va shakarni yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan o'simlik yog'i solib, alohida idishda qatiq va stemol sodasini aralashtirib, tuxumli massamizga solib, yaxshilab aralashtirgach, kakao va un solib, quyuqroq massa hosil qilamiz. Agar duxovka listi kichik bo'lsa, kremini 4 ta qismga, katta bo'lsa 2 ta qismga bo'lib pishirib olamiz. Chunki katta qojni 2 ga bo'lsangiz ham bo'ladi. Krem uchun sut, shakar, un va kakaoni yaxshilab aralashtirib, keyin qaynatishga qo'yamiz. Qaynab biroz quyilgach, sariyog' solib, biroz sovutishga olib qo'yamiz. Qojlarni ustidan krem bilan yaxshilab ishlov bergach, chet qismidan ortgan bo'laklarni maydalab, ustidan bir xil qilib sepamiz. Tabga ko'ra shokolad yoki ganaj quyib bezatamiz. Shokoladga oz miqdorda sut yoki o'simlik moyi quyilsa, qotib qolmaydi. Yumshashi uchun 4-5 soatga olib qo'yamiz, so'ng muzlatgichga qo'yib, kremini biroz qotirib iste'mol qilsak bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Yangi retseptlar uchun obuna bo'lishni unutmang.